Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun biz Ming kitob loyihasi doirasida tarjima qilingan Falsafaga qisqa kirish kitobi bo'yicha suhbatlarimizni davom ettiryapmiz. Bundan oldingi ko'rsatuvda Edward Kreigning Falsafaga qisqa kirish kitobining birinchi bobi haqida so'z yuritilgan edi. Va mana bugun ikkinchi bobi haqida so'z yuritish uchun men Odilxon Orifjonov va Jamshid Muslimov ko'rsatuv o'tkazishga tayyormiz. Jamshid aka, kitobning ikkinchi qismi nima haqida? Assalomu alaykum. Bu chiqishim Odilxonni yordamlari kerak bo'ldi, chunki suhbat shaklida bo'lsa ancha o'tkazish osonroq. Endi savolga javob beradigan bo'lsam, kitobning ikkinchi bobi Platonning Kriton dialogi, ya'ni Suqrotning o'limidan 3 kun oldingi dialogi haqida. Va eslab o'tamiz, oldingi bobda aytilgandiki, falsafa savollarini, masalalarini, mavzularini 3 ta katta guruhga bo'lish mumkin va shu 3 ta katta guruh savollardan iborat. Biri biz nima farqi yo'q, qaysi ketma-ketlikda qo'yish umuman prinsipial masala emas. Biz nimani bila olamiz degan savollar turkumi. Ikkinchisi nima qilish kerak savollar turkumi va o'zi nima bor, nima mavjud degan savollar turkumi. Bu ikkinchi bob ko'proq nima qilish kerak, nima qilsak to'g'ri bo'ladi. Ko'proq etika masalasiga taalluqli bo'lgan mavzu. Lekin shu mavzuga kirishdan oldin men xohlardimki, muallif shu bobga kiritgan asosiy shu material haqida so'z yuritishdan oldin uning tarixiy kontekstiga e'tibor bersak foydali bo'ladi deb o'yladim. Chunki qanchalik biz ko'proq tarixiy kontekstini va undagi mavzular, tushunchalarni to'g'ri anglagan holda kirishadigan bo'lsak, materialni tushunish ancha to'liqroq, mukammalroq bo'ladi deb o'yladim. Kitobning o'zi qisqa kirish bo'lganligi uchun bu tarixiy kontekst haqida juda qisqa xabar muallif bergan. Lekin men o'sha avvalidan aytib kelayotgan narsam kitobni shunchaki o'qish emas, balkim bu kitob bilan ishlash kerak. Bu kitob bilan ishlash degani imkon boricha shu kitobda yoritilgan mavzular, masalalarning tafsilotlarini qo'limizdan kelgancha o'rganib va tushunishga harakat qilishimiz kerak bo'ladiki, shunda biz ancha mukammal ravishda materialni o'zlashtirgan bo'lamiz. Va umid qilamanki, juda ko'pchiligimiz bo'lmasa ham ayrimlarimiz haqiqatan ham kutubxonaga borib, Ming kitob loyihasidagi bir necha kitoblardan olib va jumladan shu Edward Kreigning Falsafaga qisqa kirish o'zbek tiliga tarjima qilingan kitobini olgansizlar degan umiddaman, yoki mutolaa ilovasidan foydalanyapsizlar, foydalanishni boshladinglar degan umiddaman. Endi agar bu narsa boshlanmagan bo'lsa, tavsiya qilaman, kechiktirmang, imkon boricha tezroq shu kitobni bilan ishlashni boshlang. Endi tarixiy kontekst bo'yicha, ya'ni kitobning ikkinchi bobning asosiy mavzusi etika mavzusi, nima qilish kerak, qanday ish tutilsa to'g'ri bo'ladi degan mavzu va to'g'rilik mezonlarini aniqlash, konkret vaziyat haqida, Suqrotning tushib qolgan bir vaziyati, holat haqida va uning do'sti Kriton unga ba'zi bir, ya'ni qamoqdan qochish tavsiyasini beradi. Uni bunga axloqan shunday qilish to'g'ri ekanligini tushuntiradi va shu masala asnosida dialog, ya'ni bahs munozara bo'ladi, falsafiy bahs munozara bo'ladi. Platon buni Kriton dialogida yoritgan. Endi tarixiy kontekstiga qayta kelamiz, boshlaymiz shundan. Miloddan avvalgi 399-yil, Iso alayhisalom tug'ilishdan oldin 400 yil oldin. Va taxminan taqriban bu yoqqa 50-60 yil hisoblaganda Muhammad alayhisalom tug'ilishlaridan necha yil oldin bo'ladi? 600 yil, 1000 yil bo'ladi. 900 yil, 1000 yilga yaqin shu oldin bo'layotgan voqea va yana shu tarixiy geografiyani, ya'ni tarix va zamonni biz bundoq chizig'iga qaraydigan bo'lsak, Suqrotdan keyin uning shogirdi Platondan so'ng Arastu keladi, to'g'rimi? Arastu esa
shu Aleksandr Makedonskiy yoki Iskandar Maqduniy podshohning ustozi. Va bu Ustozi. podshoh bizning yurtimizga ham, Markaziy Osiyoga ham kelgan va Hindistongacha ham borgan, Ironni, Misrni, dunyoning katta bir qismini egallab bosib olgan. Jumladan bizning yerlarimizda Ellin madaniyatini olib kirgan podshoh bo'lgan. Demak, bu nabira emas, Suqrotga nabira emas. Nabiradan keyin kim keladi? Chevara keladimi? Avara keladimi? Xullas shu Chevara. Aristotel nabira shogird bo'lsa, Suqrotga Platon farzand shogird deydigan bo'lsak, mana shu endi tarixiy kontekst, zamon nuqtai nazaridan. Endi 399-yilda Afina polisi, polis degani bu shahar davlat degani, og'ir bir moral, ma'naviy, ham iqtisodiy, ham demografik inqirozni boshidan o'tkazayotgan davr. Bunga sabab 30 yillik urush bo'lgan. Urushda ikki taraf o'rtasida mojaro bo'lgan. Bu Afina va Afinaning ittifoqchi shaharlari va ularga qarshi Sparta va Spartaning ittifoqchi shahar davlatlari. Boshlanishdan oldin Yunon shahar davlatlari o'rtasida qandaydir bir ittifoqchilik, savdo sotiq, madaniy almashinuv, mana shunaqangi bir munosabatlar bo'lgan va bunday ittifoqchilikka sabab ularning ustidan ancha yillardan beri hukmronlik qilgan Fors hukmronligini zug'umini ketkazishgan edi. Urush bo'lib, ya'ni butun Yunon davlatlari, shahar davlatlari birlashib forslarning istibdodidan chiqib ketgan davr va bu davrdan boshlab Yunon shahar davlatlari o'ta rivojlanib ketadi, ham iqtisodiy, ham harbiy, ham madaniy, ilmiy jihatdan har tomonlama rivojlanib juda bir katta sivilizatsiyaga aylana boshlaydi. Ungacha bu Yunon yerlari boshqa sivilizatsiyalar oldida bir qandaydir bir chetdagi bo'lgan yerlar hisoblangan. Chunki Misr sivilizatsiyasini oldida yoki Bobil, mana shu davlatlarni oldida va albatta Fors yerlarini oldida bular qandaydir bir arzimas yerlar, balkim katta sivilizatsiyalarning qaramog'ida yoki istibdodida bo'lgan shaharchalar edi va shu Eron forslarni chiqargandan keyin birdaniga katta rivojlanish, bunga albatta iqtisodiy ham ijtimoiy nima deydi, predposilkalar, sabablar va poydevor bunga ancha yillardan beri, asrlar davomida shakllangan edi. Lekin mana shu davrdan boshlab rivojlanib ketadi va qaysidir vaqtga kelib Afina bilan Sparta o'rtasida urush bo'ladi va mana shu faylasuflar, tarixchi faylasuflardan biri va bevosita urushda ishtirok etganlardan biri Fukuzit aytadiki, bu urushning bo'lishi muqarrar edi, chunki taraflar shunaqangi bir holatga yetib qolgan ediki, biri ikkinchisidan hujum qilishni poylaydigan bir holatiga kelib qolgan edi, bu va muqarrar edi deydi bu urush. Bu urush 30 yil davom etib, Afinaning mag'lubiyati bilan yakunlanadi. Va mana shu uning oxirgi yillarida, umuman oxirgi emas, o'rta eng ashaddiy bo'lgan mana shu 30 yil ichi 30 yillik urush bu Suqrotning hayot davriga to'g'ri keladi. Suqrotning shu yoshligidan boshlab ulg'aygan va urushning yakunigacha bo'lgan davrga to'g'ri keladi. Suqrotning o'zi bevosita bu urushlarda, janglarda ishtirok etgan. Albatta bu 30 yil uzluksiz emas, balkim orada to'xtashlar bilan ham davom etgan-ku, lekin umumiy olganda taxminan shu 28, 29, 30 yil desak bo'ladi bu davom etganligini. Bu demak urush mag'lubiyat bilan yakunlanadi, Sparta g'olib bo'ladi. Sparta va uning ittifoqchilari g'olib bo'lishgandan so'ng ular Afinaga yangi hukumatni tayinlaydi. Afinaliklarning ichidan ba'zi bir odamlarni tanlab, ularni hukmdor qilib Sparta belgilab beradi. Bular 30 kishidan va ular albatta Afinaning ichidan taniqli insonlar bo'lgan va ular 30 kishidan iborat bo'lib, 30 tiran va 30 haligi diktator, ya'ni tiran nomi bilan mashhur bo'lishgan.
ularning tasavvurini tushunishimiz uchun bilishimiz kerakki, ular ham patriot o'zicha Afina uchun. Nima uchun mag'lub bo'ldik? Bu mag'lub bo'lishimizga sabab siyosiy tuzumning noto'g'riligi, ya'ni demokratik tuzumning noto'g'riligi. Lekin shu demokratik tuzum deganda biz hozirgi zamon tushunchamiz bilan aralashtirib yormasligimiz kerak. Keyingi suhbatimizda Afinada tushuniladigan demokratiya bilan hozirgi zamondagi demokratiya, shu Platonning dialoglaridagi davlat degan tushuncha, polis tushunchasi bilan hozirgi zamon davlat tushunchamiz o'rtasidagi farqlar haqida albatta to'xtalamiz. Lekin bu tirandlarda ham shunday bir qarash bo'lganki, bu biz mag'lubiyat bo'lishimizga sabab mana shu qonunlar, an'anaviy polisning o'ziga xos demokratik an'anasi bizni mag'lubiyatga olib qo'ydi deb ular o'zlari qonunlar, qarorlar chiqara boshlashadi. Ularning ichida Suqrotning ikkita shogirdi bo'lgan, Kriti bilan Harmid degan shogirdlari bo'lgan. Albatta ulardan avvali Alkiviyat degan lashkarboshi Suqrotning eng yaxshi ko'rgan shogirdlaridan bo'lgan. Uning mehriga sabab shuki, Alkiviyat o'zini bo'lajak katta podshoh, katta nihoyatda yutuq bir lider deb ko'rgan. Ham iqtidorni, ham talantni va shu bilan birga ham salbiy jihatlarni ham ko'rganki, bu Alkiviyatni shu salbiy jihatlaridan tozalab, uning kuchli tomonlariga tayangan holda albatta u odamdan katta kishi bo'lib chiqish kerak edi deb. Endi biz oldinga qarab yuradigan bo'lsak, bu Aristotel bilan Iskandar Maqduniy yoki Aleksandr Makedonskiyni o'rtasidagi bo'lgan munosib ustoz va shogirdlik orzusini ko'rsa bo'ladi. Ya'ni Suqrotda ro'yobga chiqmagan narsa Aristotelda o'xshadi. Alkiviyat juda talantli, nafaqat yosh, navqiron va talantli lashkarboshi bo'lgan. Uning taktikalaridan yoki harbiy qarorlarini noto'g'ri deb hisoblagan afinalik hukmdorlar uni demak jinoyatchiga chiqarib qo'yishadi, qarshi ish tuta boshlashadi va Alkiviyat majbur bo'lib, endi u mana shu qarorni o'zicha to'g'ri deb hisoblab, siyosiy qarorni to'g'ri deb hisoblab, Spartaga, dushman tarafga o'tib oladi va o'tib olganda spartaliklar aytishadiki, sen qanaqasiga bizga o'tib kelyapsan, vatanparvarliging nima bo'ldi bu? Sen nimaga biz tomonga o'tyapsan? Bu xoinlik-ku deyshadi spartaliklar. Alkiviyat aytadiki, mening patriotligim, vatanparvarligim yoshlar vatanparvarligi. Meni dushmanga chiqarganlar, Afinadagilar esa bu qariyalar, ya'ni o'tmishning vatanparvarligi. Men kelajak uchun kurashyapman. Men sizlar tarafga o'tdimki, mana shu eski tuzumni ag'darib, yangi Afinani barpo qilish va bu yangi Afina Sparta bilan birodarlardek munosabatda bo'ladi dedi. Ya'ni bu o'ziga xos, bu ham o'zi to'g'ri ish qilyapman degandek bir qarorga keladi Alkiviyat. Va u qatl qilingach, buni hozir bu tafsilotlarda to'xtalmaymiz, to'g'risini aytaman, uncha hozir esimda ham yo'q. Jang maydonidami yoki kimlardir qotil yuboriladimi, xullas o'ldiriladi. Alkiviyat o'ldiriladi va afinaliklar uchun Alkiviyat albatta xoinlik timsoliga aylanadi. Eslatib o'tamiz, bu Suqrotning shogirdi. Albatta Suqrotning umuman boshqa narsaga o'rgatgan, bu narsa bu ishini to'g'ri deb baholamasligini aniq aytish mumkin. Chunki Suqrotning o'ziga kelganda, Suqrotni ham jinoyatchiga chiqarishganda, u Afinadan chiqib ketmadi, boshqa tarafga o'tib olmadi. Unda shunaqa imkoniyat ham bor edi va urush holat ham emasdi. Xo'p, boshqa urush tugagach haligi odamlar tiran bo'lgandan keyin ular o'zlari yangi qonunlar, yangi qarorlar chiqara boshlashdi va repressiyalar o'tkaza boshlashdi va Afinani ichidan taqriban 1,5 mingta odam, 1,5 mingta fuqaro qatl qilinadi ularning qarori bilan. Suqrotga buyurishadiki, sen bozordagi odamlar bilan, yoshlar bilan suhbatlaringni o'tkazmaysan deyshadi. Qaror chiqarishadi. Shunda ham Suqrot ular bilan dialog qiladiki, xo'p, bozorga chiqaman-ku, men bir narsa sotib olishim kerak. O'sha qanaqa gaplashmasam
odamlar bilan gaplashmasam qanaqa qilib bir oldi sotdi qilaman deydi. Shunda haligi boshqasi yana uni to'g'ri gapga hop mayli bir narsa sotib olishga ruxsat bor senga, lekin faqat yoshlar bilan gaplashma deydi. Hop sotuvchi yosh bo'lsa-chi deb savollar beraveradi va uning boshqa o'sha shogirdlaridan bo'lgan hozir hukmronlikka chiqqan odam u gap o'yini bo'layotganligini bilib, "Yo Suqrot, sen tushunib turibsan, sendan nima so'rayotganligimizni tushunib turibsan. Biz hozirgi siyosiy holat uchun bu ishlaring bizga kerak emas" deb ogohlantirishadi. Va mana shu 30 tiran qaysidir bir afinalikni hibsga olib yoki uni qatl qilishga buyurishganda mana shu 30 tiran kimlarga buyuradi? Albatta fuqarolarga buyuradi. Fuqarolarning ichida Suqrot ham bo'ladi. Suqrot bu ishni bajarishdan bosh tortadi. Ya'ni bu 30 tiranga ham qarshi qarorlarini noto'g'ri deb hisoblaydi va albatta bunday qarshilik uni qatlga olib kelish kerak edi. O'zini jinoyatchiga chiqarib, omadi kelib shunaqa bo'ladiki, bu 30 tiran 30 ta kishidan iborat hukumat ag'dariladi. Fuqarolik urushi boshlanib ketadi. Afinaning ichidan, chunki afinalik demokratlar bunday yangicha tuzumga qarshi bosh ko'tarishadi. Ya'ni ularni demokratlar deb atash mumkin. Eslatib o'tamiz, Alkiviyat ham va mana shu 30 tiran ham ko'proq aristokratik boshqaruv tarafdorlari va ularning dushmanlari demokratiya, eski an'anaviy polis boshqaruviga qaytish tarafdorlari, ya'ni fuqarolar boshqaruvi tarafdorlari bo'lishgan. Qancha davom etgan bu? 8 oy davom etgan bu hukmronlik, lekin fuqarolik urushini deylik o'sha 1 yilcha davom etgan fuqarolik urushi va bu urushni to'xtatish uchun Spartaliklar aralashgan. Sparta, chunki eslatib o'tamiz, Sparta g'olib va Sparta o'zining okkupatsion boshqaruvini o'rnatishga harakat qiladi. G'olib taraf huquqi bilan va Sparta bu urushni yakunlash uchun shunday qaror qiladiki, demokratiya qaytadi. Ya'ni eski qoidalar, eski an'analar Afinaga qaytadi. Shart shuki, Spartaga boshqa qarshi urush ochilmaydi va ikkinchi shart avval fuqarolik urushida ishtirok etgan taraflar siyosiy ta'qib qilinmaydi. Siyosiy va jinoiy ta'qib qilinmaydi. Farqi yo'q, u yoki bu fuqaro aristokratlar tarafi bo'ldimi, Spartaliklar tarafi bo'ldimi, demokratlar tarafi bo'ldimi yoki boshqa qanaqadir bir 3-4 partiyalar tarafdori bo'ldimi, qaysi tarafdor bo'lmasin, u siyosiy ta'qib qilinmasligi kerak, amnistiya e'lon qilinadi. Lekin shu eski an'anaviy boshqaruv qaytarib qo'yiladi. Mana shu eski qaytarib qo'yilgan tuzum bu tuzumga qarshi chiqqanlarni, siyosiy qarshi va harbiy qarshi chiqqanlarni ta'qib qilinmaydi deb shu Sparta talab qiladi. Bu narsani 8 oy davom etgan hukmronligi davridagi yagona xatosi bu qatllarning juda ko'pligimi? Ya'ni nima uchun bu muvaffaqiyat qozonmadi? Nega yana eski tuzumga qaytishga to'g'ri keldi? Afinaga nega qabul qilinmadi? Mana shu Suqrotning shogirdlarini ham bir aytib o'tay, esimdan chiqib qolmasligi uchun Kriti bilan Harmid o'sha 30 ta tiranning ichida bo'lgan, ular fuqarolik urushi davrida janglarda halok bo'lishadi, o'ldirilishadi. Endi nima uchun ularning hukmdorligi o'tmadi? Chunki fuqarolar, ya'ni polis, afinaliklar erkinlikni yaxshi ko'ruvchi odamlar. Ulardagi shunaqa bir g'oya borki, fuqarolar hammasi teng. Mana shu polis mavzusida biz to'xtalamiz albatta. Hamma teng, hech kim ularning ustidan hukmronlik qila olmaydi. Va kimdir albatta bu axir davlat bo'lish kerak-ku, ya'ni boshqaruvchi organ bo'lish kerak, to'g'rimi? Byurokratiya bo'lish kerak, boshqaruvchilar bo'lish kerak. Ular qanday tayinlanadi? Ular qur'a orqali, jrebiy. Bilasiz, qur'a jrebiy nimaligini? Ya'ni qaysidir kimdir odam kelib, men shu ishga ko'proq loyiqman deb o'zini programmasi bilan chiqadi va boshqasi boshqa programma bilan chiqadi
va bunga ovoz berib mana shu odam keyin hukmdor bo'ladi. To'g'rimi? Hozirgi zamondagi tushuncha bo'yicha. Yo'q, Afinada bu narsa bo'lmagan. Afinada bu narsa bo'lmagan. Davlat boshqaruvida faqat qur'a bilan va ma'lum qisqa muddatga tayinlangan. Xo'p, ovozga nima qo'yilgan? Albatta ovoz berish bo'lgan-ku. Ovozga qarorlar bo'lgan. Har qanday afinalik fuqaro shu maydonga chiqib, u yoki bu qarorini u yoki bu loyihani, proyektini olib chiqishi mumkin edi, yoki qonunga o'zgartirish bo'lsin, yoki bir qandaydir deylik, shaharda yangi ko'prik qurish kerak, yoki shaharning qaysidir bir nurab ketgan devorini tiklash kerak degan taklif bilan chiqadi va unga boshqa fuqarolar ovoz beradi. Va boshqaruvdagi organ, ya'ni qur'a bilan tayinlangan boshqaruvdagi organ bu qarorni ijro etishni, ijrosini ta'minlashga majbur. Va buni ichiga har qanday bir fuqaro kirib qolishi mumkin edi. Tushunyapsizmi? Ana endi mana shu 30 ta tiran bu narsani butunlaymi yoki vaqtinchalikmi to'xtatib, faqat mana shu 30 ta tayinlangan boshqaruvning qarorlari amalga oshishi kerak edi. Bunga qarshi chiqqanlar ko'p bo'ldi va qarshi chiqqanlarga nisbatan kuch ishlatildi. Kuch ishlatish davomida, ya'ni boshqalarni bu narsa qo'rqitib qo'yish uchun, bu narsaga itoat qildirish uchun repressiyalar o'tkazdi. Bu savolingizga javob edi. Demak, tiranlarni hukmronligi tugagach, demokratiya, ya'ni Afinaning demokratiyasi o'rnatiladi. 4 yil vaqt o'tgandan so'ng Suqrotga jinoiy ish ochiladi.